Assalomu alaykum. Bitta kamera bo'lsin, lekin zo'r kачествоda bo'lsin degan mijozlarimiz uchun Viji brendidan panoramik, ya'ni 180 gradus kenglikda tasvirga oladigan 8 megapiksellik kameramiz bo'ladi. Bu kameramiz ovoz ochish funksiyasi bor. Telefondan turib bemalol gapirsangiz bo'ladi, karnay bilan ham jihozlangan bo'ladi va mana bunday politseyskiy migalkalar, stroboskopi ham mavjud bo'ladi. Bunda umniy analitika mavjud, mashina bilan transport va odamni bemalol farqlay oladi va lojniy trevogalar juda ham kam bo'ladi bu kameramizda. Misol uchun daraxtdan bargda tushishi, hayvonlarni kelishi, hayvonlarni ko'rganda telefoningizga bezovta qilib sizga xabar bermaydi. Aniq detallar asosida telefoningizga xabar beradi birorta o'zgarish bo'lganda tasvirda va bu kameramizda yozib olingan zapislarini juda ham zo'r funksiyasi bor. Sun'iy intellekt yordamida misol uchun mashinani turi, rangi, odamni soch turmagi, ustiga kiyib olgan kiyimiga qarab turib videoni oqtarsangiz bo'ladi. Bu ancha vaqtingizni ham tejaydi. Hozir men kamerani yana ham yaqinroqdan ko'rsataman sizlarga. Bu kameramiz ko'rinishi ko'rib turganlaringdek juda ham chiroyli qilib ishlangan. Buni xonaning ichki qismi uchun yoki ko'chaga bemalol qo'yishingiz bo'ladi. Va buni yana bir turi bor. Mana bunday ko'cha uchun mo'ljallangan turi ham bor. Bunda ham kolonkalari mavjud bo'ladi. Endi bularda bitta minusidan biri bu tunda черно-белый tasvirda oladi. Kunduzi tsvetnoy bo'ladi. Korpusi metalldan bo'ladi, antivandalniy bo'ladi. Sovuqdan, issiqdan, yomg'irdan, changdan himoyalangan bo'ladi bu kameramiz. Ko'rishingiz mumkin. 1 yil kafolat beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlari mavjud. Hali ham kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'ling, videoga like bosing, kommentariyada o'zingiz fikringizni yozib qoldirishni unutmang. Videoda oxirida kunduzgi holati va tunda olgan videolarini joylaymiz. O'tkazib yubormang. Kameramizda aytib o'tganimdek juda ham ko'p funksiyalari bor. Mana telefonimizga ilovaga ulab olganmiz Wi-Fi orqali. Ko'rishingiz mumkin. Kачестволari ham juda ham tiniq. Juda ham zo'r holatda 8 megapiksel 4K formatda oladi, ovoz yozadi, gapirsa bo'ladi va o'zingiz oldindan yozib qo'ygan голосовой сообщениялаringizni ham bu qaytarishi mumkin. Ya'ni odam yaqinlashganda misol uchun siz do'koningiz bo'lsa, do'kon vaqti soat 8 dan boshlanadi. Kutib turishingiz mumkin yoki mana bu qoldirilgan raqamga telefon qilishingiz mumkin degan сообщение yozib qo'yishingiz mumkin. Yokida chaqirilmagan mehmonlar uchun bu частный territoriya, bu joyda tark eting deb yozib qo'yishingiz mumkin va odamni ko'rganda kamera shu yozib qo'ygan сообщениялаringizni qaytaradi. Mana bunday signalizatsiyalari ham bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, zo'r ishlayapti bu. Va yana bir zo'r funksiyalardan tasvirda bemalol 3 xil, 4 xil yo'nalishda bitta kamerani o'zida 4 xil, 5 xil joyga qaratib qo'yishingiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, bu juda ham qulaylik beradi. Bitta xonaning ichiga bitta kamerani o'zini qo'yasiz va ekranga 4 xil yo'nalishda qilib chiqarib qo'yasiz. Juda ham zo'r. Bunaqa yangiliklar albatta bizning Pro One kanalda. Kimga ushbu kamera ma'qul kelgan bo'lsa, pastda raqamlarni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz ham mavjud.